uyimga sigir qilaman, shunaqangi semental sigirlardan mahallamda yoki sut yo'nalishida ferma qilib sut sotaman degan aka-ukalarimiz ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Namangan viloyati Chortoq tumani. Hurmatli obunachilar, birinchi qorin bo'g'oz, semental bo'g'ozlarimiz kelgan. Ishonchli qo'llarda. Ekrandagi nomerdan lokatsiyani so'rab kelaverasizlar. Narxlari qanchadan qanchagacha bularni? Bularning narxi 38 milliondan 47 milliongacha. 38 milliondan 47 million so'mgacha aytildi narx, tanlab olishga aytildi aziz obunachilar. Hammasini bir joyga soni nechta edi, nech pul qilib berasiz? 70 bosh. 70 bosh. Hammasini bir joyga nech pul qilib berasiz? 42 milliondan. 42 milliondan yana savdosi bor, ha? Bor savdo. Kelishlar, dastavka xizmatlariga nima deysiz? Dastavka xizmati bor. Dastavka xizmatlari bo'ladi. Aziz obunachilar, tanlovda adashmayni, sigirlarni qarayni. Maza qilib boqib turib sut sotsangiz bo'ladi yoki uyga sigir qilmoqchi bo'lganlar bemalol ekrandagi nomerga aloqa qilib qo'yasiz. Lokatsiya ham shu nomerda, hammasi birinchi qorin bo'g'oz ekan.